Institutga kirgan vaqtimda yapon tilini ham bilardim. Shuning uchun iloji boricha tezroq N1 daraja olishga harakat qildim. Nikkensei degan grantni yutdim. Yaponiyaning Hitotsubashi universitetida 1 yil o'qidim. Yaponiyada ko'plar o'qishga kelganda ular asosan e'tiborni ishga qaratishadi, o'qish ham qolib ketadi. Men harakat qilganman hammasini shu balans ushlashga. Hozirda Yaponiyaning Koronako'ga qurilish korxonasida Regio, ya'ni savdo-sotiq bo'limida ish faoliyatini boshladim. Asosan binolarning ichki integratsiyasi bilan shug'ullanadi. O'zbekiston bilan Yaponiyani tizimi ancha farq qilganligi sababli men Yaponiyani tizimiga tushib olishim uchun hozirda mustaqil faoliyat yuritmayapman. Yaponiya kompaniyalarida shunaqa narsa bor. Siz tajribangiz bo'lmasa ham sizni ishga qabul qilib noldan boshlab o'zlari o'rgatib borishadi. Qiyin tomoniga keladigan bo'lsak, klientlar bilan gaplashish juda ham qiyin. Chunki bitta siz xatoyingizni deb o'sha klient yo'qolib qolishi mumkin-da. Bu e'tiborni yapon tiliga qaratish kerak-da. Iloji boricha o'sha N2, N1 darajani o'qish davomida olib qo'yish kerak. Yaponiyaga kelgandan keyin N1 darajasi bor odam 100% 1 yilda zo'r gapirib keta oladi deb men o'ylayman. Menda ham shunday bo'lgan.